Korrupsiya bor joyda xalqning qonunlarga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Bu esa noroziliklarga sabab bo'ladi. Viloyat soliq boshqarmasi shaxsiy xavfsizlik bo'limi tomonidan hududlarda o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlarida ham bu illatning oldini olish choralari ko'rilmoqda. Soliq tizimida korrupsiyaga qarshi kurash, tizimli profilaktika, barqaror taraqqiyot kafolati mavzusidagi targ'ibot tadbiridan tayyorlangan lavha bilan davom etamiz. Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ayniqsa aholiga to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatadigan sohalarda bu boradagi chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilayotgani quvonarlidir. Shu ma'noda Navoiy viloyati soliq boshqarmasining shaxsiy xavfsizlik bo'limi tomonidan hududiy soliq inspeksiyalarida muntazam ravishda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar e'tiborga molikdir. Ushbu tadbirlar korrupsiya va boshqa salbiy holatlarning oldini olish, xodimlarning huquqiy ongi va kasbiy mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. Yaqinda Navbahor tumani soliq inspeksiyasida shaxsiy tarkib ishtirokida o'tkazilgan davra suhbatida xodimlarga o'z xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashish, xizmat intizomiga qat'iy amal qilish, odob-axloq va muomala madaniyati borasida zaruriy tavsiyalar berildi. Tadbirda poraxo'rlik, ta'magirlik va mansab vakolatlari suiiste'mol qilish kabi holatlarga qarshi kurashish muhimligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, Zarafshon shahrida ham o'tkazilgan profilaktik tadbir davomida soliq tizimi xodimlariga korrupsiyaning oqibatlari, jamoatchilik ishonchiga putur yetkazuvchi holatlarning salbiy ta'siri haqida so'z yuritildi. Unda jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatlar bilan ishlash tartibi, xodimlarning xizmat davomida rioya qilishi lozim bo'lgan huquq va majburiyatlari batafsil tushuntirildi. Korrupsiyani oldini olish hamda jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda shaxsiy xavfsizlik bo'limi tomonidan joriy yilning yanvar-may oylarida bir qator tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda 48 marotaba seminarlar va davra suhbatlari tashkil etilib, ularda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslari, ehtimoliy xavf-xatarlar va ularning oldini olish yo'llari muhokama qilindi. Ushbu tadbirlar korrupsiyaviy holatlarni oldini olish, xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qildi. Bundan tashqari, ichki mehnat tartib qoidalari va odob-axloq qoidalariga rioya etilish yuzasidan 71 nafar xodimlar bilan individual suhbatlar o'tkazildi. Ushbu suhbatlar orqali har bir xodimning kasbiy mas'uliyati va etik me'yorlarga munosabati o'rganilib, zaruriy tavsiyalar berildi. Targ'ibot ishlari tadbirkorlik subyektlari o'rtasida ham faol olib borilmoqda. Yuzma-yuz muloqotlar davomida 1250 tadan ortiq tarqatma materiallar orqali korrupsiyaning salbiy oqibatlari, unga qarshi kurashish mexanizmlari, fuqarolarning huquqiy imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Ushbu tadbirlar tizimli ravishda davom ettirilmoqda. Maqsad esa bir, korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish, adolat va qonun ustuvorligini har bir sohada qaror toptirish. Profilaktika ishlari faqat soliq organi ichida emas, balki keng jamoatchilik ishtirokida ham olib borilmoqda. Xususan, Navbahor tumanining gavjum savdo majmualarida tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Uchrashuvlarda soliq to'lovchilarning huquqiy savodxonligini oshirish, korrupsiyaviy holatlarga qarshi kurashishda ularning faolligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratildi. Tadbirkorlarga mavjud ishonch telefonlari va aloqa kanallari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga Uchquduq va Tomdi tumanlarida ham korrupsiyasiz kelajak mavzusida o'tkazilgan davra suhbatlarida soliqchi ko'makchi tamoyili asosida faoliyat yuritish, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kabi masalalar muhokama qilindi. Soliq xodimlariga ichki mehnat tartibiga kiritilgan o'zgarishlar, xizmat vazifasini bajarishdagi intizom va madaniyatga oid yangiliklar haqida ma'lumotlar yetkazildi. Ahamiyatli shundaki, ushbu tadbirlar doirasida aholi va tadbirkorlarga flayerlar tarqatilib, huquqiy axborotlar berildi. Bu esa soliq tizimida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash yo'lida muhim qadamlardan biridir. Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaga qarshi kurashishda muhim jihatlardan biri profilaktik faoliyatni kuchaytirishdir. Navoiy viloyati soliq boshqarmasining ushbu tashabbuslari nafaqat tizimda halollik tamoyillarini mustahkamlash, balki soliq to'lovchilar ishonchini yanada oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.